Kevra. Voy. Sinfdoshimiz 4-partada o'tirardi. Haydi. Bo'ladi. Ha, buni chet elga ishlagani ketdi deyshudi-yu. Sher bo'lsa kerak-da. Tez so'rashib ketaylik, ish-pish so'ramasin yana. Da, to'g'ri. Ketdi yur. Sinfdosh. Tuzumsan? Rahmat. Sinfdosh. Aysan? Yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Rahmat. Ha? Ancha bo'ldi o'rta ko'rishmaganmiz. Uzr, kutib turishudi-ya. Gaplasharmiz. Chiqarsan? Bo'pti, bora qol. Bo'pti, sog' bo'l. Shotmish xonanglar. Shotdi. Zo'r ekan. Ish shotdami? Ha. Bugunda ishga tushdim. Sizlarni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Bu ish bo'lsa, Bo'pti, o'rtoq. Bizning strechalar bor edi. Mana ish haqqiy. Ko'rishamiz. O'zing ehtiyot qil. menga qara. Mamit xo'jayinlarini taniysanmi? Ha, taniyman. Meni sinfdoshlarimniki ekan. 10 yil bo'ldi ko'rmaganimga. Meni kiyimlaringni ukam menga berib turdi. Voy, aka, ishim qolib ketdi. Ishim. Pulingni beraman. O'rtoqlarimga surpriz qilmoqchiman. Kelsa menga aytganmi? Aka, bo'ldimi? Kiyimim bersiz ishimni davom ettirardim. Mayli. Mayli, aka, yaxshi bo'ling. Ba'zida haqiqiy do'stlarni ajratib olish uchun omadsiz rolini ham o'ynab turish kerak ekan.